3 xonali uylarda 4 talab oila turadiganlarni ko'rdik. Bu yer qimirlashiga ham dosh bera olmaydigan narsa qilishganligi uchun bizani u narsa vijdonimizga yo'l qo'ymadi. O'zbeklar hammasi aldaydimi desa, yo'q. Aldoqchisi ham bor, to'g'risi ham bor. 50 yil ichida bitta mustahkamlanib boradi. 50 yildan keyin orqasiga qaytish boshlaydi. O'sha mikrotreshinalar suv kirgani hisobiga, quyosh qizdirgani hisobiga korroziya tezroq o'tib ketadi. O'zbekiston hududida o'rtacha yer qimirlashi nechiga teng bo'ladi? Maksimali qanaqa bo'ladi bizda O'zbekistonda? Hozirgi qurilayotgan domlarni 99%, hashti 100% desak bo'ladi. 100% bu yer qimirlash hisobga olinadi. Yer katlaman qo'llangandan keyin fundament qo'yilmaydi. Hadushga ham qo'yilmaydi. Birinchi bo'lib qilinadigan narsa yerni tayyorlash bo'ladi. Aybni nimaga qo'yadi? Tabiatni bular yo'q qilyapti, daraxtlarni kesib o'rniga uy quryapti degan mavzuni ko'tarishadi. Past etajli quyoshsiz o'tgani hisobiga uy mog'orlashni boshlaydi. Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan men Nuriddin. Bugun dolzarb va muhim bo'lgan, ko'pchilikning orzusi bo'lgan uy mavzusida gaplashamiz va bu mavzuda hali ham bir to'xtamay kelmayotgan odamlarning muammosini ko'rib chiqamiz. Shu sababdan bugungi mehmonimiz qurilish sohasi bo'yicha 10 yillik tajribaga ega bo'lgan Dilshod aka Muhammedov. Assalomu alaykum aka, xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Xushvaqt bo'ling. Dilshod aka, bu sohada qanchadan beri ishlaysiz va qachon kirib kelgansiz? O'zingiz haqingizda ma'lumot bera olasizmi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Mas'um Dilshod. 2012-yildan beri realtorlik bilan shug'ullanganman. 2012dan 2015-2016-yilgacha realtorlikni qilib turib, 2015dan to 2025-yilgacha qurilish sohasidaman. Qurilish sohasida ishlab kelib, o'zimning tajribamni oshirib, institutlarda va o'quv kurslarida o'qib, tajribamni oshirib, ustozlarimizdan bilimlarimizdan kerakli savollarni olib turib, shu kungacha mana bir nechta insonlarni uyli, joyli qilishga muvaffaq bo'ldik. Dilshod aka, avvalo siz bilan yaqindan tanishadigan bo'lsak, birinchi faoliyatingizni realtorlikdan boshlaganman dedingiz. Ya'ni tushunarliroq qilib aytadigan bo'lsak, maklerlikdan boshlagansiz. Shunaqa. To'g'rimi? Bu maklerlikdan qanoq qilib to qurilish kompaniyasigacha borib qolgansiz? Undan maklerlikdan keyin ham nimadir ish qilganmisiz yoki maklerlikdan to'g'ridan-to'g'ri qurilish kompaniyasiga o'tganmisiz? Yo'q, birinchi maklerlikdan o'zimiz yaqin bo'lgan insonlarimiz bilan uy oldi berdilari, uylarning sotilishiga yordam berib, keyin bozorlarda uylar narx-navosini o'rganib, keyin undan so'ng sekin tashqariga chiqib turib, tashqaridagi insonlar bilan muloqotda, keyin sekin klientlar to'plab, shu jarayonda o'zimizga yarasha ko'proq klientlarni orttirib oldik. Keyin shu jarayonda uylarni yerlar narxlarini o'rgandik. Yerlar narxlarini o'rganib turib, hokimlarni berayotgan qarorlar to'g'risida hujjatlarni tashishni boshladik. Keyin biznes sentrlarda o'qib chiqdik shu soha bo'yicha, realtorlik sohasi bo'yicha. Undan so'ng malakamizni sekin oshirdik va qarasak, bizga qurilish sohasi o'zimizga ancha yaqin bo'lgani uchun sekin qurilish sohasiga kirishni boshladik. O'shanda ham qanaqa bo'ldi? Bizani o'zimizni bir ikkita tanishlarimiz bor edi. Ular bilan gaplashdik. A'zolarga bir yer chiqdi. O'sha yerni olib turib tijorat qilishni, o'sha uy qurib, uy sotishni maslahatini qildik. Demak, siz oldin ko'p qavatli uy qurishdan oldin hovli uy bilan ham shug'ullangansiz. Shunaqa. Hovlilar, bunaqa proyektlardan qanaqa bo'lgan sizda? Uspeshniy nechta proyekt bo'lgan o'zingizda? 15 ga yaqin hovli uy-joylarni qurdik. Boshida o'zi oddiy o'zlarini joydachi uylardan boshlaganmiz. Joydachi uylar deganda ham planirovkasi xonalari alohida. Ichiga sanuzillarni joylashtirib, endi tashqi ko'rinishni sodda, oddiy variantlarda qilishni boshladik birinchi. 2017-yilda o'zimiz shu sohani ichida bo'lganimiz uchun qarasak, high-tech uylar sekin ommalashyapti. Shu bilan high-tech uylarni boshladik. 2017-2018da high-tech uylar qurishni boshladik va o'sha 2019-yilga kelib turib, Marokanskiy stillarga o'tishni boshladik. Marokashcha yo'nalishdagi, Marokanskiy dizaynlarga kirib, sekin ommaviy misol uchun dizaynlarni o'zgachalardan foydalanishni boshladik. Chunki o'sha paytda noodatiy uchastkali trend edi.
Tez sotilish jihatdan ham hozirgacha ham o'zi shunaqa. O'sha paytda endi trendga chiqyotdi bu narsa. Hozir o'zingiz aytib o'tdingiz, ya'ni Marokash stili bor, ya'ni uslubi bor, undan tashqari high-tech uslubi bor. Ularni bir-biridan ajratib turadigan qanaqa ko'rinishda yokida nima deydi, uslubida qanaqa farqlari bor bir-biridan? Marokash usuli bilan high-tech usuli tomlari почти bir xil bo'ladi. Farqi uni oynalarida. Tashqi ko'rinishidan oynalarida, keyin tashqi ko'rinishidan high-tech uslubda minimalizm ko'proq bo'ladi. Marokanskiy stilli ko'proq gullar bilan, keyin naqshlar bilan oynasida arkalar bilan farqlanadi. Keyin unga kolonnalar chiqib keladi. Marokanskiy stilda. Bu kolonnalar vaqt soat o'tgan bilan ham bu hech ham modadan qolmaydigan narsa-da o'zi. Hattoki ichkarisidagi xonani ichini remont qilinayotganda ham, bezalayotganda ham bizani o'zimizni milliychaga yaqinroq bo'ladi-da o'zi Marokanskiy. Marokash uslubi, ya'ni Marokanskiy uslubi o'zi milliy arxitekturasiga yaqinroq bo'ladi. Shunaqa. O'zlarining milliy arxitekturaga yaqin. Nimaga desangiz, Marokashni agar misol uchun tegi negizini olib qarasangiz, u yoqda ham musulmon davlat, misol uchun mana bizda ham musulmon davlat bo'lgan. Arxitektura musulmonlarniki bir-biriga juda yaqin. Misol uchun masjidlarni olib qarasangiz ham, keyin uylarni olib qarasangiz ham, xonalarni ichini planirovkalarini olib qarasangiz ham, islomiy planirovkalar bor. Ota-bobolarimiz misol uchun shu kungacha foydalanib kelayotgan usullari bor. Mana agar borsangiz eski shaharlarda shunaqa hovlilar borki, kirganingizdan keyin ichki hovli, tashqi hovli bor. Ichki hovlida ayollar bemalol ro'molsiz yura oladi. Tashqi hovlida mehmon keladi, o'zini mehmonni xonasi bo'ladi. Mehmon xonasida necha kun qolsa qoladi. Keyin o'sha mehmon ketgan vaqtda ham, kelgan vaqtda ham ichkaridagiligi birinchidan ozor bermaydi. Ikkinchidan shu planirovka shunaqa yaxshi tanlanganki, bor yo'ligi ham bilinmaydi va bezovta ham qilmaydi. O'zini ichkaridagi uydagilarni ham. Tushunarli. Men o'zim ham vodiydanman-da, o'zi ko'p vodiy uylariga kirganingizda darvozaxonaga parda ilib qo'yishadi. Bilsangiz, parda ilib qo'yishadi. Bu ham xuddi shunaqa, ya'ni ahli ayolini ko'rsatmaslik yokida nima deydi, ko'zdan yashirish uchun qilinadi. Demak, bu narsa arxitekturada ham ishlatilgan. Ya'ni musulmonlar arxitekturasida ishlatilgan narsa. Shunaqa. Tushunarli. Demak, mana hovli uylardan boshlagan ekansiz. Boshida mana maklerlikdan boshlagan bo'lsangiz, keyinchalik hovli uylarga o'tgansiz, qanaqa qilib o'zi ko'p qavatli uylarni qurishga kelib qoldingiz aka? Domlaga kirganimizda, xonadonlarga, ko'p qavatli xonadonlarga kirganimizda shunaqa oilalarni ko'rdikki, 2 xonali uylarda, ishoning hozirgacha ham shunaqa oilalar bor. 2 xonali uyda 3 talab oilalar turadiganlarni ko'rdik. 3 xonali uylarda 4 talab oila turadiganlarni ko'rdik. Va farzandlari katta bo'lib qolgan, majbur uylantirish kerak, uylantirgan, o'sha bitta kvartirasi bor, boshqa tirikchilikdan orttira olmaydi. Uy sotib olaman desa, sotib olmaydi, chunki topayotgan puli shu qora qozonni qaynatishdan boshqa narsa yetmagani uchun qiynalib kelayotgan oilalarni ko'rdik. Bitta xonadonni ko'rdik, shunaqa, 2 ta xonadonni ko'rdik. Qarasak ko'paygan bunday xonadonlar. O'shaning uchun xalqqa ozgina dardiga malham bo'laylik deydi. Chunki o'zimiz ham 2006-yilda uyimiz yonib ketgan. Yonib ketib, to shu 2012-2013-yilgacha o'zimiz ham uysiz yashaganmiz. Uysiz yashaganimiz uchun vatansiz yashash qanaqaligini o'sha vatansiz yashagan odamdan so'rash kerak-da. Bu yoqda ham bizni eng qalbimizga qattiq teggan narsa shu insonlarga qanaqadir bo'lsa ham biz yordam bera olmaymizmi? Qanaqadir ozgina bo'lsa ham manfaatimiz tegsa bo'lmasmikan degan harakatda keyin mana shu ko'p qavatli domlarga o'tdik. Birinchi o'zi ko'p qavatli domdan oldin uchastkalarni ham arzonlashtirgan holatda qilamiz dedik. U narsani lekin hech ham iloji bo'lmadi, chunki bizni qurayotgan uylarda ustozlarimiz bor, o'zimizning arxitektorlarimiz bor. Ular bilan maslahatlashganimizda ham regul kolonnasini
agar uni ichidagi armaturani qalinligini yuqorlashtirib tashlaganimizda ham unchalik arzon bo'lmas ekan. Biza ko'rdik, haqiqatda lekin o'sha paytda misol uchun 70 minglik uy eng arzon hisoblanardi. Lekin 45 ming, 50 mingga ham qo'shayotgan odamlarni ko'rdik. Lekin uni qurilish mohiyatini ko'rganimizda u bizning normalarga to'g'ri kelmas ekan. Ertaga yer qimillaganda ham u yer qimillashiga ham dosh bera olmaydigan narsa qilishganligi uchun bizani u narsa vijdonimizga yo'l qo'ymadi. O'shandan kelib chiqib turib, keyin biza qarasak, bu masshtab qurayotgan masshtablarimiz kichkina bo'lgani uchun kattaroq masshtabda kattaroq harakat qiladigan bo'lsak, arzonlashtirsak bo'lar ekan-ku degan fikrga borib turib, domga o'tdik. Birinchi o'chirda bir inson bilan kelishdik. 3 qavatli dom planini berishdi. Gaplashib, kelishib, 3 qavatli dom birinchi qavatni o'zlari qurgan ekanlar. Keyin qurilishga yaxshi quruvchi ham topa olmaganlar. Undan so'ng o'zlarini qurishga ozgina sarmoyalari yo'qligini hisobiga gaplashib, kelishib turib, o'sha yerda xonadon berish evaziga o'sha yerda birinchisini boshladik. Qibray tumanida ish boshlaganmiz. Birinchi loyihangiz ya'ni Qibray tumanidan boshlangan. Shunaqa. Mana ikkala sohada ham ishlab ko'rdingiz, hovli uylarida va ham ko'p qavatlilarda. Nima farq sezdingiz aka? Ikkalasining qurilishidagi farqlarda? Qurilishdagi farqida men bitta narsani sezdimki, domda eng tiyidagi podushkadan to tomigacha juda loyihani mustahkam qilish kerak ekan. Chunki undagi yuk, u yoqdagi insonlarning yashashi, har bir kirayotgan kommunikatsiyalardagi kerak bo'lsa 24 soat ichida necha kubi suv ketadi, necha kubi gazdan foydalanish kerak, necha kilovat 24 soat ichida necha kilovat svetdan foydalanish kerak, necha kubi suv chiqib ketishi kerak, hammasini hisob-kitob qilinadi ekan. Demak, men bu ko'p qavatlilarda hamma narsani hisob-kitobi olinadi. Shunaqa. Tushunarli. Lekin hovli uylarda-chi qanaqa bo'ladi u yoqda? Hovli uylarda shunaqa hisob-kitob olinadiki, u yoqda kirayotgan kommunikatsiya unchalik katta e'tiborga olinmaydi. Chunki katta e'tiborga olinmasligi u yoqda bitta oilaga hisob olinadi. Bitta oila yoki yoshi katta oila bo'ladigan bo'lsa, bitta endi farzandni uylantirishni hisobga olinadigan bo'lsa, ikkita oilaga mo'ljal olinganda, u yoqda kirayotgan turbani o'zi ham diametri 25 yo 32 diametr bilan kiradi suvni o'zi. Gaz ham kiradigan bo'lsa 20 yoki 25 diametrda temir diametrini aytamiz. Temir diametrda kirish gazni diametri bor. U olinadi. Tokga bo'ladigan bo'lsa, bitta qalin kabel tashlanadigan bo'lsa, 50 talik kabel tashlanadigan bo'lsa, uni o'zi yetadi. Chunki uchastkada uzog'i bilan foydalanadigan bo'lsa, 4 ta kondisionerdan foydalanish mumkin. Bitta yo bo'lmasa ikkita gaz plitasi bo'ladi. Bitta kotelnisi bo'ladi. Uni hisobi unchalik qiyin emas. Oddiy hisob-kitob qilinadigan bo'lsa ham, u unchalik qiyin narsa emas, lekin domda har bir narsasini o'ylab, puxta qilmasa, u dom bir necha yillab turadigan domda. O'zi qurilishlarda ham kategoriyasi bor. Mana shu qurilayotgan domlar 50 yil, 70 yilni hisobi olinadi. Misol uchun davlatda o'zining standartlari bor. Mana shu qurilayotgan domlar 3-kategoriya hisoblanadi. O'zbekistonda qurilayotgan. O'zbekistonda qurilayotgan domlar 3-kategoriya hisoblanadi. O'sha 3-kategoriya bo'lgani uchun 50 yil, zog'bosi 70 yilga hisob olinadi. Undan keyin bu domlar, ya'ni uylar yaroqsiz hisoblanadimi? Undan keyin aholining o'sishi bor. Keyin quyilgan ichidagi betonlarni 50 yildan keyin orqaga qaytishi bor. Cho'kishi ya'ni. Yo'q, cho'kishi emas bu yoqda. Betonlarni o'zini ham o'zining surok godnosti bo'ladi. O'sha betonning surok godnosti уже 50 yil ichida beton mustahkamlanib boradi. 50 yildan keyin orqasiga qaytishi boshlaydi. Mustahkamligini yo'qotishni boshlaydi. Mustahkamligini yo'qotayotganda betonda уже treshinalar paydo bo'lishi boshlaydi. U treshinalar ichidagi armaturaga
уже ta'sir qilishni boshlaydi. Armaturani ham уже sekin-sekin korroziyaga uchrashni boshlaydi. Tashqi omillarimiz bizada yoz issiq bo'ladi, qish sovuq bo'ladi. O'sha mikrotreshinalar suv kirgani hisobiga, quyosh qizdirgani hisobiga korroziya tezroq o'tib ketadi. Demak, o'sha belgilangan vaqtdan keyin u loyiha, o'sha qurilgan turar joyi yangitdan rekonstruksiya qilish kerak yokida uni o'rniga yangi boshqa loyiha tushirish kerak. Shunaqa. Keling, mana hozir suhbat ochilib qoldi-da, shu haqida mavzu ketib qoldi. O'zi mustahkam uy deganda nimani tushunish kerak? Mustahkam hovlili uy bo'ladimi u? Mustahkam ko'p qavatli uy bo'ladimi? Nimani tushunish kerak mustahkam uy deganda? Mustahkamli uy deganda eng asosiysi uyga dom bo'ladimi, uchastka bo'ladimi, uni poydevor hisoblanadi. Ya'ni o'zlari joylarcha aytganda podushkasi hisoblanadi. Agar o'sha poydevorni mustahkam qilmaydigan bo'lsangiz, u narsa keyinchalik uyga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Bizi uchastka qurganimizda poydevorni trambovkasi, keyin uni vibrakatok yurg'izishlarini unchalik bilmagan ekanmiz. Keyin men ko'p qavatli uylarda endi bilasiz, katta ko'p qavatli uy o'zining nomi bilan 2 qavat bilan 5 qavat, 7 qavat, 9 qavat uylarni og'irligi bor. Uni yer ko'tarish aytganingiz, boya aytdingiz-ku, yer treshina berishchi dedingiz. O'sha treshina bermasligi uchun uni yerni birinchi laboratoriya qilib turib geologiyasi olinadi. Necha metrdan suv chiqadi, turponi darajalari bor o'zini. Turponi yuk ko'tarish darajalari bor. Turponi o'zini xossalari bor. O'sha narsalardan kelib chiqib turib, turpo bir xil joylari turpo bo'ladi, bir xil joylari tosh bo'ladi. Yoki bir xil joylariga o'zi azaldan musor tashlab kelgan joylar ham bo'ladi-da. U yoqda yuk ko'tarishi juda anaqa, nima deydi, slabey bo'ladi, ya'ni shunaqa. O'shaning uchun tegidan birinchi bo'lib misol uchun dom qurilayotganda ham yerdan boshlanadi, chunki hamma narsani yer ushlab turibdi. Ertaga o'sha yer necha bal qimillashi mumkin. Har bitta regionni, har bitta o'zining tumanni, o'zining kesishmalari bor. O'sha kesishmalarda qayerda necha balli yer qimillagan, mana shu 100 yil davomida necha balli yer qimillagan, o'sha nuqtalarda har misol uchun 100 kilometrga yoki 10 kilometr, 50 kilometrlik rassiyonlar uchun tebranishni o'lchaydigan, tebranishni analiz qiladigan oldindan o'lchab kelinayotgan asbob-uskunalar bor. Bu narsa Soyuz mahaldan boshlangan, to shu kungacha misol uchun 50 yil, 60 yillik prognozlar bor. O'sha prognozlardan olib chiqib turib, yer qayerda qanaqa yeri, zamini, o'sha yerda necha balli yer qimillaydi, o'sha yerda suv qanaqa bo'ladi, necha gradus bo'ladi va o'sha yerda suv qanaqa bo'lishi kerak va u yoqda shamolni qayerdan keladi, qanaqa shamol bo'ladi. Har bir narsa hisobga olinadi. O'shandan kelib chiqib turib, geologiyalarni olib, yeri, zaminini hamma narsa laboratoriyalarni olganimizdan keyin uni bizni birinchi o'chirda loyihachilarga beramiz. Loyihachilar bu narsalarni hammasini hisobini olib turib, loyiha chizib turib, loyihani chizilingandan keyin buni o'zini maxsus programmalari bor. Soyuz mahalda eksperimentalniy institutlarda hozir u narsalar yo'q bo'lib ketdi. Oldin bitta narsani loyihasi chizilingandan keyin uni maket qilinadi. Maket qilib turib, o'sha maketni 9 balga dosh berishi, o'sha 9 balni qanaqa chidaydi, shamol berib ko'rishadi. Har tomonlama sinashgan. O'shani loyihaning ichidagi armaturalarni secheniyasi qanaqa, qalinmi, yuqami, bir xil joylarni ko'tara olmaydi, ko'tara olmagan joylarni qalinlashtirishadi armaturasini. Loyihani o'zida, maketni o'zidan shu ish qilishgan. Yoki bir xil joylarda juda qalin bo'lib ketgan bo'lsa, uni ekonomist tomonidan o'ylab turib yuqalashtirishgan. Demak, aytmoqchisizki, oldin bitta uyni ko'tarib, uni sinab ko'rib, keyin asosiy haqiqiysini qurishgan oldin. Shunaqa.
Hozir bu narsalar kompyuter rivojlanib ketgandan Lira degan rashyotning o'zi programmalar bor. O'sha rashyotning programmalariga tashlanadi. O'sha rashyotni aniq chiqib keladi. Lekin u Lira ham biza hozir qurayotgan 16 qavatgacha, 18 qavatgacha bo'ladi. Undan u yog'i o'sha ilmiy ish qilish kerak edi. Xuddi shunaqa Soyuz mahaldagi mavzuga qaytib turib, o'sha mavzudagi bo'lgan domni maketni ko'tarib, undan keyin ilmiy ishlarni qilib, boyagi aytganimdek yer qimirlashi bor, shamol bor. Chunki bitta odamlar o'ylaydiki, yer qimirlaydi, yer qimirlashini o'ziga turib bersa bo'ldi deb o'ylaydi. Yo'q, unaqa emas. Chunki shamolni ham hisobini olmasa, har tepaga chiqqan sari shamol balandroq bo'ladi. Shunaqa, mana men Shamolga turib berishi kerak. Chunki daraxtga qarasangiz, daraxt uchi borib kelishi uzoqroq bo'ladi. Shunaqa. Agar yer qimirlaganini ham bilsangiz, tepasidagi sizda pastga nisbatan tepada balandroq yer qimirlab beradi. Xuddi shunaqa shamolni ham hisobga olinadi. Hattoki bilsangiz, o'zidan telebashnida ham har kuni yer qimirlamaydi. Lekin o'sha telebashnaning uchi ham 2 metr, 3 metr yoqdan bu yoqqa borib keladi. Har kuni. Har kuni, har soatda o'sha narsa qaytarilib turadi. Sabab nima bunga? Sabab bu yoqda yer qimirlamayapti. Sabab bu yoqda yer aylanish hisobiga, shamol bo'lishini hisobiga o'sha harakatda turibdi. O'shaning uchun u buzilib ketmasligi uchun uni troslar bilan tortib qo'yilgan. Endi tushundim. Demak, bizni ko'zimizga bilinar-bilinmas baribir hamma binolar qimirlab turadi. Shunaqa. Endi qimirlab turishi agar u temir konstruksiya bilan bo'lgan bo'lsa, u juda bilinadi. Agar beton konstruksiya bo'ladigan bo'lsa, unda yer qimirlashi unchalik bilinmaydi. Lekin o'sha shamolni hisob olinishi kerak bo'ladi. Shamolni, quyoshni, suvini hisob olish kerak. Nimaga suvini hisob olish kerak, bilasizmi o'zi? Yo'q. O'sha suvini hisobi yerni muzlashi bor. O'sha yerni muzlashi 10 santimetr bo'ladi bir xil joylarda. Bir xil joylarda undan ko'proq bo'ladi. Bir xil joylarda undan kamroq bo'ladi. Shunaqa. O'sha yer muzlasa, u betonni poydevori zaminiga ta'siri bo'ladi. Yer muzlasa, agar o'sha narsa hisob olinmasa, o'sha fundament tagiga suv ketishini hisobiga yer cho'kishi bor. Yer uje agar tagida, fundament tagida, padushkan tagiga agar suv tushadigan bo'lsa, o'sha imorat bir tomonlama cho'kishni boshlaydi. Buni men o'zim ko'zim bilan ko'rganman. O'zim Namangandan bo'lganim sababdan Namangan o'sha markazda bitta bino qurilgan. Sotuv bo'lmasdan o'zi buzib tashardi. Keyin xalq ichida gap tarqaladi-yu, bir tarafga cho'kib ketgan hisoblanar ekan. O'shaning uchun loyihani boshdan keyin qurishni boshlashdi. Demak, unga ham sabab o'sha yer namligi, yer cho'kishi, muzlashi, bularning hammasi o'sha mustahkamlikka ham baribir ta'sir qiladi. Shunaqa. Hozir o'zingiz aytib o'tdingiz-ku, mana balandlikda baribir nima deydi, yer qimirlamasa ham binoni mustahkamligiga ta'sir qiladi, uni qimirlashiga, uni o'sha telebashinni aytib o'tdingiz, u yoq-bu yoqga borib kelishiga. O'zi O'zbekiston hududida maksimal balandlikda qurilish cheklab qo'yilganmi yokida bizni quruvchilarimiz faqatgina yo eng anaqasi 16 qavatdan keyin men ko'rmadim hali Nestvandan tashqari 16 qavatdan tepasini. Yo'q, bu narsa birinchidan cheklanmagan. Bu narsa nimadan olinadi? Yerni zamini qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, hozir shunaqa texnologiyalar rivojlanib ketdiki, o'sha texnologiyalar bilan qussa bo'ladi. Chunki yer zamini, misol uchun bitta eng olib qaraydigan bo'lsa, Yaponiyada ham yer zamini o'zi balchuklardan iborat bo'lgani uchun keyin yerlar u yoqda bo'linib ketganda, o'shani hisobiga u yoqda ko'p yer qimirlashlar bo'ladi-da. Lekin o'shani tagiga eng mustahkam zaminga yetib boraman deyish ham iloji yo'q-da. Shunaqa texnologiyalar borki, bu narsani bizada ham qo'llasa bo'ladi. Lekin bizada bu narsaga hozir sharoit bu yoqda eng katta narsa kommunikatsiya masalasi bor. Bir. Ikkinchisi, bizani mentalitetimiz bor. O'zlari milliy urf-odatlarimiz bor. O'shalarga hozirgi kunda bu narsa agar baland etajli quraman deydigan bo'lsa, unga yer birinchidan katta yer kerak bo'ladi. Ikkinchidan kommunikatsiyalarimiz ko'tarib berish kerak bo'ladi. O'zi
16 etaj, 15 etaj deyilyapti-ku. 15 etaj uchun ham bitta alohida texnik bitta xona qilish kerak bo'ladi. Yo 7-chi yo 6-chi etajiga yoki tom uchun bitta alohida texnik etaj qilish kerak. U nima vazifa bajaradi shuni? Uni vazifasi suvni yo'mkislarini ushlab turish kerak bo'ladi. Agar issiqlik manbaidan ham agar foydalanadigan bo'lsa, issiqlik manbaidagi suvlar hammasi o'sha yo'mkisga tushadi. O'sha yo'mkis bilan pastki xalqqa tarqaladi. Yoki oddiy suv ham xuddi shunaqa bo'ladi. Gaz uchun ham o'zini alohida o'zini yo'mkislari bor. O'sha yo'mkislari bilan ushlab turiladi. Gaz davleniyasini. O'sha gaz davleniyasini yo'mkislari bilan yoki nasoslar bilan ushlab turish uchun alohida bitta xona kerak bo'ladi. Texnik bitta xona kerak bo'ladi. Tushunarli. Yoki tokiga ham xuddi shunaqa. Toki uchun ham alohida bitta transformator uchun 16 etajdan yuqorilarniki iloji bo'lsa xonadon o'sha xonani ichiga qo'yish kerak bo'ladi. Texnik xonada turish kerak bo'ladi. Demak, bu men tushunishim bo'yicha 15-16 qavatli ko'p qavatli uylarda bitta qavatini o'sha nima texnik zonaga aylantirish kerak bo'ladi. Shunaqa bo'ladi. Bitta qavatini to'liq. Bittasi gazga mo'ljallangan bo'lsa, bittasi suvga, bittasi energetikaga mo'ljallangan bo'ladi. Shunaqa. Yong'in xavfsizligi uchun ham alohida chiplar bor, alohida o'zini kerakli asbob uskunalari bor. O'shalar uchun ham yana bitta alohida bitta unga xona kerak bo'ladi. Va yana internet misol uchun mana hozir kunda internet hozir har bir xonadon kirib bordi internet. Hozir Wi-Fi siz yoki telefonsiz hozir hech kim o'zini tasavvur qila olmaydi. Shunaqa. O'shalarni simlari turishdan ham o'zi bitta alohida bitta xona kerak bo'ladi-da. Hozir shunaqa zamonaviy binolar bor. O'sha zamonaviy bino bo'lgani uchun uni umniy dom deyiladi. Umniy kvartiralarni ham qilish uchun uni o'zini alohida miyasi bo'ladi ularni. O'sha miyasi eng katta server bo'ladi. O'sha server uchun ham o'zi alohida yana bir texnik bitta xona kerak bo'ladi-da o'zi. Bu siz iloji yo'q lekin. Xonadonlarda ko'ryapmiz, bitta xonani to'liq kotelni xona qilishyapti. Ya'ni hamma trubalari, hamma sxemalari bitta xonaga to'plab отдельный xona qilib qo'yishyapti o'zi. Demak, har bir kommunikatsiyani o'zini отдельный joyiga ajratib uni joylashtirish kerak bo'ladi. Shunaqa. Tushunarli. Mana endi O'zbekiston hududini oladigan bo'lsak, Qrimini oladigan bo'lsak, mana ko'p joylarda shunaqa narsa borki, uy qurilishida, oddiy hovli uy qurilishida ko'p yomg'ir yog'sa devorlarni nima deydi? Yemirilishi bor-da. Yomg'ir tegaverganidan. Lekin ko'p qavatli uylarda buni qanaqa yechimi qilingan? Ya'ni yomg'ir ko'p yoqqan sezonda, ya'ni fasllarda, bahorda yoki kuzda qanaqa yechim bor yomg'irlarni devorni teshib yubormaslik yoki o'yib yubormaslik bo'yicha? Xo'p, birinchi agar uchastkaga qaytsak, uchastkada agar uchastka qurilayotganda qiblaga qaragan tomoni shamol bilan yomg'ir shamol o'sha yerdan ko'proq uradi. O'shani hisobini olib, agar pishgan g'ishtda qurilgan bo'lsa, o'sha semon suvoq qilingan bo'lsa ham, uni agar naturalniy toshlardan foydalanadigan bo'lsa, u juda zo'r bo'ladi. Yo'q, hozirgi kunda suyu travetillar chiqib ketgan. O'sha suyu travetillarni o'sha joyi kisloy 2 qavat qilib turib lakini urish kerak bo'ladi. Domlaga kelinadigan bo'lsa, domlada o'sha yong'in qismi uradigan qismini tabiiy toshlar bilan bo'ladigan bo'lsa, o'sha joy yopiladi, o'zi tabiiy toshlar bilan zo'r bo'ladi. Bo'lmasa, travertin bo'ladigan bo'lsa yoki hozir travertindan tashqari marmarino degan narsa chiqib ketdi. Italyanskiy, atachentelar chiqib ketdi, fasadga ishlatiladigan. O'shalarni ham o'sha suv urishini hisobini olib turib, mustahkam originalni olish kerak bo'ladi. Bo'lmasa, aytganingizdek, unda ham shu muammo doimiy kelib turadi. Yuqorida ham yer qimirlashi haqida gaplashib o'tdik. O'zbekiston hududida o'rtacha yer qimirlashi nechiga teng bo'ladi? Maksimali qanaqa bo'ladi bizda O'zbekistonda? Endi bizda hamma narsa tarix bilan bog'liq-da. Tariximizda o'sha Soyuz mahalida yer qimirlaganda 9 ball gacha bo'lganda. 66-yilda bo'lgan. 66-72-yillarda bo'lgan. O'sha paytlarda bo'lgan yer qimirlashlari 80-90% uylarni buzib olgan.
O'shandan keyin Soyuzdan kelib insonlar uy qurishni boshlashgan. O'zi bundoq Toshkentni yoki boshqa joylarga bundoq qarasa, moskovskiy planirovka, ukrainskiy planirovka, kazakskiy planirovka, italyanskiy planirovka yoki fransuzskiy planirovka, yaponskiy planirovkalar misol uchun hozirgacha xalq tilida yuradi bu narsa. Ba'zi joylarda eshitib qolaman, bankskiy domlar deyishadi yo o'sha SSR, o'sha Soyuz domlari deyishadi. 77-serial domlar bor. Endi nimaga men bularni aytyapman? O'sha paytda Yaponiyada kelib turib qurib berishgan. Fransiyadan kelib turib qurib berishgan. Qozog'istondan kelib turib o'zini loyihalari bo'lgan. O'sha o'zini loyihalarini qurib bergan. Moskvadan moskovskiy planirovkalar kelgan. И Belarusdan beloruskiy planirovkalar kelgan. Ukrainadan ukrainskiy planirovkalar kelgan. Qozog'istondan kazakskiy planirovkalar kelgan. Tushunarli. O'shani hisobiga o'sha paytda unikalniy domlar tushishni boshlagan. O'sha unikalniy domlar asosiy negizi tezroq aholini uy bilan ta'minlash bo'lgan. Yer qimirlash o'zi har 100 yilda bu narsa sekin qaytariladi. O'sha tarixni olib qolsak, endi bizada ham misol uchun aytganingizdek, yer qimirlash uchun hozirgi kunda o'sha sekin tayyorgarchilik ko'rilyapti. Hozirgi qurilayotgan domlarni 99% почти 100% desak bo'ladi. 100% bu yer qimirlash hisobga olinadi. Hammasida yer qimirlash. Hammasida yer qimirlash loyihasida yer qimirlash hisobga olinadi. Lekin ayrim quruvchilar tejash maqsadida armaturalarni tejash, shu yana bu narsalarni tejab turib, o'sha loyihasiz qurilgan uylar u aytilayotgan yer qimirlashga dosh bera olmaydi lekin. Ko'p O'zbekistonda ko'ryapmiz, Turkiya qurilish kompaniyalari bilan ko'pchilik shartnoma qilyapti, birgalikda ishlayapti. Lekin mana yaqin tarixga nazar soladigan bo'lsak, Turkiyaning o'zida juda katta yer qimirlash bo'lib o'tdi-da. Lekin o'sha Turkiyada qurilgan, o'sha Turkiya planirovkasida qurilgan uylar ham bunaqa, nima deydi, yer qimirlashga dosh bera olmadi. Bunga qanaqa qaraysiz? Mana Turkiyaga ishonib, men ko'p joyda eshitdim-da, o'zi turkiyaliklar quryapti ekan desa, o'zidagi Turkiyadagi uylar qulab tushyapti-yu, biznikilar bizda qanaqa bo'lardi degan gaplarni eshitdim. Bunga qanaqa munosabat bildirasiz? Bunga munosabatim boshqacha meni ekspert sifatida. Nimagaki Turkiyada ham bir nechta xil insonlar bor. Bir nechta turklar bor, misol uchun bitta Turkiya emas. Yo'q ham Turkiya ham kichkina davlat emas. Shunaqa. Insopligi bor, insofsizi bor. Xuddi bizani o'zimizdek o'zbeklar hammasi aldaydimi desa, yo'q. Aldoqchisi ham bor, to'g'risi ham bor, egrisi ham bor. To'g'ri. Xuddi shunaqa Turkiyada ham xuddi shu ahvol. O'zi katta quruvchilarni olib qarasa, turklar ham misol uchun kompaniyalari hozirgi kunda yetakchilardan hisoblanadi. Dunyo bo'yicha. Dunyo bo'yicha yetakchi eng katta kompaniyalarning biriga kiradi. Top 10 taliga kiradi, kerak bo'lsa. Dunyo bo'yicha top 10 talik kompaniyalarga kirgandan keyin zo'r quruvchi kompaniyalari bor. Misol uchun hozirgi kunda Ko'sh kompaniyasi ham bitta O'zbekistonda emas, boshqa kamida 10 ta davlatda qurilish olib boradi. Ko'sh kompaniyasi ham juda kuchli kompaniya deb eshitganman. Ularning mutaxassislari ham kuchli. Yer qimirlaganda qulab tushganda sababi, boya aytganimdek, loyiha asosida bo'lmagan u narsalar. Tushunarli. Loyiha asosida agar notigini maydalab olib qaraydigan bo'lsak, mana hozirgi kuzatayotgan bizlar kuzatuvchilarga ham qiziq bo'lsa kerak. Yer katlaman qo'llangandan keyin fundament qo'yilmaydi, podushka ham qo'yilmaydi. Birinchi bo'lib qilinadigan narsa yerni tayyorlash bo'ladi. Yerni tayyorlashni o'ziga juda katta vaqt kerak bo'ladi. Chunki yer qo'llangandan keyin kerak bo'lsa geologlar bor, geodezistlar bor. Geologlar yerni tarkibi bo'yicha yerni bizni to'g'ri ishlov olib boramizmi, yo'qmi, o'sha to'g'risida bizlarni nazorat qilib turadi. Geodezistlar bo'lsa
bizani qurayotgan domlarimiz chegarasidan chiqib ketdimi, yo'qmi? O'shani kelib turib alohida o'zini kompyuterli, miyali moslamalari bor. Kelib turib через sputnik bo'lib urib beradi. 1-2 santimetrga uzoq 3 santimetrga adashishi mumkin. Lekin undan katta adashmaydi. O'shaning uchun ham 16 qavatli ham, undan katta etajli ham qurilayotganda geodezistlarni har bitta etajda ishlatiladi. Geologlar boya aytganimdek katlaman ko'landa, katlaman ko'langandan keyin o'sha nuqtaga kelganimizni geodezistlar aytib beradi. Bu eng chuqur etkilgan loyiha bo'yicha etilgan chuqurligiga kelding deydi. Keyin geologlarga biz yer tayinlab beramiz. Trombovka qilish kerakligini, nima qilish kerak, nima yo'riqnoma bergan bo'lsa, trombovkani qanaqa qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha yo'riqnomasi asosida yeri tayinlanadi. U agar ko'liganimizda tosh chiqadigan bo'lsa, toshni o'zini trombovka qilish juda oson. 16 tonnali vibrakatok bor. O'sha u ham o'zini loyihasi asosida bo'ladi. 16 tonnali vibrakatok bilan yaxshilab trombovka qilinadi. Trombovka qilinganda o'sha trombovkasi normasida bo'lmadimi, uni geodezistlar kelib turib aniqlab beradi. Tushunarli. Mana uyi mustahkamligi haqida gaplashdik, yer qimirlashiga bardoshliligi haqida gaplashdik. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, O'zbekistonda qurilish juda ko'payib ketdi, lekin hammasi uslubi Yevropa uslubida yoki-da qaysidir uslubda olib kirilyapti O'zbekistonga. Shunaqa. Sizga shunaqa tuyulmayaptimi? Milliylik, milliy arxitekturamiz yo'qolib ketayotgandek tuyulmayaptimi? Menga ham shunaqa tuyulyapti. Shu borada bizni bu narsani yo'qotmaslik uchun ota-bobolarimizni o'zini nima desam bo'lar ekan? Endi ruschasi yetganda почерки bor. Qo'lyozma izlari bor-da. Registonga borsangiz, bizani ota-bobomiz qurganda o'sha narsani ko'rib bilasizmi? Necha yil bo'ldi mana. Boya ham aytib o'tdingiz, beton 50 yildan keyin o'zini yo'qotadi deyapsiz. Menimcha adashmasam 7 asr, 8 asr bo'lyapti-da. Shunaqa. O'sha Registonni ko'rsangiz yoki undan ham eskiroq qurilmalarni ko'rsangiz, boshqacha narsa-da. Ota-bobolarimiz shu narsa qurdimi? O'sha loyihalar, planirovkalari hozirgi uylarga ham ishlatsa bo'ladi. U qanaqa ishlatiladi desa, ota-bobomiz qilgan почерки foydalanish kerak. O'zimizni aytganingizdek milliylik narsani olib kirishimiz kerak. O'ylaysiz, chet eldan mehmon kelsa, high-tech yoki misol uchun fransuzskiy yoki italyanskiy, misol uchun mana Fransiyani oldida Eyfel bashdan yonida o'sha ko'chalari bor. O'sha ko'chalardagi bu bitta chiroyli bitta dizayn olib kelib, masjidga bittadan o'zini qo'yib qo'yishyapti. U narsa fransuzlar uchun qiziq emas. Chunki uni har kuni ko'rib kelishyapti. To'g'ri. Yoki high-tech stil ham ular uchun qiziq emas. Chunki ular bu narsadan bizdan ancha yil oldindan beri foydalanib kelishadi. U bizga yaqinda kirib keldi. Lekin agar biz milliycha uslubda qiladigan bo'lsak, chet eldan kelayotgan turistlarning ham oqimi ko'payadi birinchidan. Ikkinchidan, dunyoni reytingiga chiqayotganimizda o'sha dunyoni reytingida o'zimizning почеркimiz bo'ladi. Har bir insonni, har bir davlatda o'zining urf-odati, madaniyati, kiyinish madaniyati bor. Uy qurish madaniyati ham bor-da. Mana bizda hozir shu narsa yo'q bo'lib ketdi. Qo'pol qilib aytganda qizil kitob kirib qoldi bu narsa. Endi shu narsani o'sha bizni tiltirib olib chiqishimiz kerak. Bizani xalqimiz ham yaxshi ko'radi inshaalloh. Bu narsa bilan ertaga dunyoni o'zimizga qatsak bo'ladi, dunyoni. Mana Marokkanskiy deyapmiz. Marokkanskiy stillar ishoning, o'sha stilni ko'rish uchun kerak bo'lsa Amerikadan keladi. Butun dunyoda o'shalarni qurganni uyini ko'rish uchun keladi. Oddiy mana Registonni ko'rish uchun ham Qatladan keladi. Qatladan kelishadi. Italiyadan kelishsa, bu yoq tomondan Yaponiya, Koreyadan kelishadi, Xitoydan keladi. O'zimizdan ota-bobomiz qurgan narsa. Lekin biz ham shularga o'xshatib qursak bo'ladi. Bizani
usullarimiz, bizani texnologiyalarimiz Yevropa o'sha paytda hali kanalizatsiya yo'q paytda bizada kanalizatsiya bo'lgan. Shunaqa. Yevropada har bir xonadonga suv kirib kelmagan paytda bizada suv kirib kelgan. Har bir xonadonni o'zini suv kirib keladigan o'zini ariqchalari bo'lgan. Suv chiqib ketadigan ariqchalargacha bo'lgan. Kanalizatsiyalargacha bo'lgan. Cho'milganda hammomlardan o'zi suv chiqib ketadigan shunchalik unikal narsalar loyihalar qilingan. Bu har bir narsa qilinayotganda loyihalari asosida bo'lgan. Chunki suv kelishini o'zini bilsangiz agar anaqasi bor. Gradisi bor. Suv kelishini o'zini gradisi bor. Ketishini ham misol uchun gradisini to'g'ri qilmaydigan bo'lsa, gradisi to'g'ri bo'lmagandan keyin suv birinchidan kelmaydi. Ketishida ham agar noto'g'ri qilinadigan bo'lsa, o'sha suv qolib ketib qoladi. To'planib qoladi. Mana misol uchun dehqonchilikda biz yoshligimiz dehqonchilikda o'sganda bizda perob deyiladi-da, ya'ni chiqarib yuboriladigan joy, ya'ni nima deydi, o'sha agatlarni sug'orayotganda oxirida chiqib ketadigan joy bo'ladi. Uni ham xuddi siz aytayotgandek shu ota bobolarimiz ko'rsatgandek qilardik, o'rgatishgandek qilardik, keyin suv zo'r yurardi. O'zimizcha prosta nima deydi, ketmonni chopib qo'ysak u yurmasdi. O'sha nima deydi, u yoqda ham kanalizatsiyada ham bu narsalar inobatga olingan. Oddiy o'zingizcha yerni agar qazib turib bitta tomonga uklon qilib qo'yadigan bo'lsangiz, agar ukloningiz ham juda ham agar o'ta past qilib qo'yadigan bo'lsangiz ham, ukloningizni ham o'ta past qilib qo'yadigan bo'lsangiz ham, biling, suv keladi, tez pastga tushib ketib qoladi. Qolmaydi yer. Suv shimishga ulgura olmay qoladi. Shunaqa. O'sha har bir narsani hisob-kitobi bor. O'sha hisob-kitoblarini agar o'zini normalari bo'yicha, o'zini qonun-qoidalari bo'yicha qilinadigan bo'lsa, bu juda zo'r bo'ladi. Agar o'zini qonun-qoidasi, o'zini chizilgan normalardan chiqiladigan bo'lsa, unaqa uylar ham, unaqa qurilgan narsalar ham uzoqqa yetib bormaydi. Tushunarli. Men o'zim yoshligida tarix o'qiganman-da, boyagi o'sha tarixiy arxitekturaga qaytadigan bo'lsak, Vizantiya uslubi deydi. Keyin yana Rim uslubi deydi. Undan tashqari o'sha o'rta asrlarda rivojlangan nima deydi? O'sha ko'proq gotik uslubi deyshadi. Gotik uslubidan foydalanishadi. Lekin O'zbekistonning o'sha ota bobolarimiz foydalangan uslublardan hozir aytganingizdek foydalanmay qo'ydik. Lekin men hayron qolaman shunaqa narsaga. O'sha ota bobolarimiz qurgan narsa hali ham bor. Lekin ularni rekonstruksiya qilish masalasi ham unaqa dolzarb narsa emas. O'zini shunday ushlab turgan. U yoqda ham xuddi biz hozir ishlatilayotgan nima deydi, hozir ishlatayotgan qurilish materiallari ishlatilganmi yoki boshqacha narsalardan foydalanilganmi yo'qda? Yo'q, u paytda olib qaraydigan bo'lsak, ular foydalanishgan narsaligini haligacha unaqa to'liq o'rganib chiqmaganmiz. Birinchi xatoyimiz shu. Bizlar birinchi xatoyimiz shu. Tariximizni bilamizmi desak, o'zimiz uchun bilamiz deymiz. Lekin shunaqa sayoz bilamizki, shunaqa eng og'duli nuqtalarga kelganimizda o'zimizni bilmasligimizni ham bildirib qo'yamiz. Chunki bizani Ibn Sino ota bobomiz deymizda, lekin Ibn Sinoning kitobini bir marta ham varaqlab qo'ymagan. Shunaqa. Yoki qaysi medik hozir kunda varaqlab ko'rgan ekan. O'zi tushunadimikan? Shunchalik bizani til ancha oldinga o'tib ketdiki, ota bobomiz kerak bo'lsa tilni hozir kunda tushunolmay qolishimiz mumkin. O'qib bersa tushunolmay qolishimiz mumkin. Shunaqa. Xuddi shunaqa qurilishda ham hozirgi kundagi bo'layotgan narsalar ota bobomiz qilgan narsalardan ko'pidan bizni bexabarmiz. Agar o'rganib, endi u paytdagi narsalarni o'rgansangiz zo'r, lekin hozirgi texnologiyalardan ham kelib chiqib turib, ularni bir-biriga o'zimizni shuni birlashtirsak, o'zlarini milliycha urfga keladigan bo'lsak, u juda ham zo'r bo'ladi. Chunki chetdan birinchidan turistlar kirib keladi.
ikkinchidan o'zimizning dunyoga tanlanadigan pochirkimiz bo'ladi. Uchinchidan bitta o'sha loyihamizdagi narsani ko'rish uchun kelgan odam o'zi bizani milliy urf odatlarimiz bilan qiziqadi. Bu degani turistlarni ko'payishi bizga foydasi bor. Chunki agar Turkiyani ham olib qaraydigan bo'lsa, asosiy daromadi yoki misol uchun 30-40% daromadi desa ham bo'ladi. Turistlarning orqasidan bo'ladi. Bizda ham iloji bo'lsa shu narsani yo'lga qo'yishimiz kerak. Milliylik bo'yicha ko'proq e'tibor berishimiz kerak. Bu narsa bizning xalqimizga ham yoqadi lekin. Xalqimiz ham adashmasam milliylikdan hech kim voz kechmaydi bu narsadan. Chunki mana oddiy o'sha milliylikni yaxshi ko'rmaganida bitta oila bir yilda bir marta yo Samarqandga yoki Xivaga borib aylanib kelmasdi-da aka. Shunaqa. O'zimizni milliyligimizni shunchalik yo'qotganmizki, o'zimiz qidirgani qayergadir boramiz. Shunaqa. Xo'p, Dilshod aka, mana milliylik haqida ham gaplashdik, mustahkamlik haqida ham gaplashdik. O'zi nima deydi? Hozirgi kunda qilinayotgan qurilishdagi eng katta kamchilik desak bo'ladigan narsalar bormi? Kamchilik yo'l qo'yilayotgan narsalar. Kamchiligi eng katta yo'l qo'yilayotgan narsa, mana shu kunlarda kuzatib kelayotgan narsa uylarni loyihachi chizib bergandek, loyihachi aytgandek qurmaslik eng katta kamchilik bor. 5 qavatga qurish uchun hamma hisob-kitob qilinadi, lekin 7 qavat quriladi. Yoki 7 qavatga qurilgan, mo'ljallangan narsa 9 qavat quriladi. Yoki umuman loyihaga qaramasdan turib odamni uyni qurib tashlashyapti. O'zini kasbi mutaxassisi bo'lmagan insonlar ko'payib ketib qoldi bizda. Qo'sh tirnoqdagi biznesmenlar. Shunaqa. Chunki bu yoqda bitta narsa borki, bizda o'zi nima trendga chiqsa, ko'pchilik shu ishni qilib ko'rgisi keladi. Misol uchun, agar olib qarasak, 5-6 yil oldin mashina zo'r bo'lgan bo'lsa, hamma mashina ko'ryapti o'zini. Shunaqa. Mashina olib sotish zo'r bo'lib qoldi. Orada elektromobilni olib kirish rosa urf bo'lganda hamma yaqinda elektromobil bo'luvdi, hamma elektromobil bilan shug'ullanib ko'rgisi keldi. Shunaqa bo'ldi. Mana hozir bir nechta biladigan, misol uchun, elektr avtosalonlar yopilib ketdi misol uchun. Hozir sanoqliga qoldi, ko'p ham qolmadi lekin. Shunaqa. Arenda bir rivojlandi. Mashinaning arendasi. Hamma arendachi bo'lib ketdi. Taksilar bo'yicha taksi parklar anaqa bo'lib ketib qoldi, ommalashib ketib qoldi. Hamma yoq taksi parklar ko'payib ketib qoldi. Shunaqa. Endi bir uylarni trendga chiqdi, endi hozir uylar trendda bo'lib turibdi-da. Endi nima demoqchiman bu bilan? Nimasidir trendga chiqadigan bo'lsa, nimadir bizga trendga chiqadigan bo'lsa, shu hamma qilib ko'rgisi keladi. Lekin o'zini mutaxassisligimi, o'zini mutaxassisligi emasmi, farq qilib ko'rgisi keladi. Biz mana 2019-yilda uy qurishni boshlaganimizda baribir o'zining normalari bor-da. Biz uy qurganimizda kvadraturali, misol uchun, kichkina ham emas, katta ham emas. 2 xonali, misol uchun biz 50 kvadrat mo'ljallaganmiz. 2019-yilda qurayotgan anaqa loyihalarni ko'rganmizda 100 kvadrat, 120 kvadrat 2 xonali qilishyapti. Endi odamlar oladimi desa, oladi. Puli bor odam oladi. Lekin puli yo'q odam uchun u qiyin masala. Chunki bizda hozirgi kunda kvadratga moslab turib odamlar uy sotib oladi. Shunaqa. Hamma narsa kvadratga bog'liq bo'lib qolgani uchun o'sha paytda bizni nima qildik? Bizani shunaqa planirovkalar borki, o'zbeklarni qalbiga kirgan. Mana shunaqa planirovka bo'lsa qiziqamiz deyishgan planirovkalar bor. Misol uchun boya aytdim-ku sizga, fransuskiy planirovka, moskovskiy planirovka, 77 seriyali planirovkalar bor. Keyin Chilonzorda rosa ommalashgan malagabaritli planirovkalar bor-da. Endi u paytda yer qimirlagandan keyin shu narsalar majbur bo'lingan qurilgan. Bizi o'sha planirovkalarni bitta analiz qilib chiqdik. Analiz qilib chiqib turib, o'zbeklarimizga eng ko'p yoqqan
kvadraturalarni hisobini oldik. Bu degani qurilishda ham o'zini zolotoy secheniyasi bo'ladi. O'zini zolotoy secheniyasini topmasangiz, qurilish sizga juda qimmatga tushib ketadi. Yoki ertaga sotayotgan paytingizda juda qiynalib sotasiz. Yo va'dalarni berib sotishingiz to'g'ri kelib qoladi. Odamlarga yo'q narsalarni va'da berib sotishingiz to'g'ri kelib qoladi. O'sha narsalar hisobini olib turib, bizni 2 xonali necha kvadrat, 3 xonali necha kvadrat bo'lishi kerak, necha kvadratdan necha kvadratgacha. 1 xonali necha kvadratdan necha kvadratgacha bo'lishi kerakligini bozorda o'rganib, o'zimiz realtor bo'lganimiz uchun o'shalarni analizini qilib turib, uy 2019-yilda qurimizni qurganimizni bilasizmi? O'sha paytda hattoki nom qo'yish bizning hayolimizga ham kelmadi. Brend qilish, ya'ni. Ha, na brend qilish, na o'sha qurayotgan uyimizni loyihaning nomini ham qo'ymagan ekanmiz. Shunchalik bizni birinchidan sodda bo'lganmiz. Ikkinchidan o'sha qurgan uyimiz ishonasizmi yo'q, 3 oyda sotilib ketgan. Biz o'sha paytda 2019-yilda odamlarga rassrochka qilib berib, qanaqadir misol uchun 3 dan 1ni to'laysiz, qolgan 3 dan 2 qismini 2 yilda, 3 yilda to'laysiz deb berganmiz. Shundoqga. Foizlasiz, penalasiz, protsentlarsiz shundoqga berganmiz. Olgan odamlar shunaqa birinchidan xursand bo'lishga, ikkinchidan o'sha domni qurib bizni o'zimiz shunaqa xursand bo'lganmizki, bu dom qurish kattaroq masshtabda qurib, insonlarni ko'proq qalbidagi og'rig'iga malham bo'lishimiz kerak ekan degan fikr o'zi azaldan kelgan. Endi buni qilsak, kattaroq, ko'proq insonlarni ishtiyoq yanada oshgan. malham bo'lar ekanmiz deb turib, odam ishtiyoq uyg'onib ketdi. Dilshod aka, mana hozir o'zingiz aytdingiz, 3 oyda sotuvini boshlab, 3 oyda tugatgan ekan sotuvini. Uni misol uchun hozirgi kunda ko'p qurilish kompaniyalarining taklifini eshityapman. Sotuvini yillar davomida qilgan qurilish kompaniyalarini eshityapman. Sotuvini qachon boshlayapti? Qurilishni boshlashi bilan sotuv boshlagan kompaniyalarni eshityapman. Ular bo'lib to'lashga 60-70 oygacha, ya'ni 10 yilgacha berishga tayyor. Siz qanaqa qaraysiz bunga? Hali qatlamanli davrdan sotuv ochishga qanchadir qismini bitkizgandan keyin sotuv ochgan yaxshimi yoki o'sha qurilish boshlangandan sotuv ochgan yaxshimi? Bu narsaga meni o'zimning fikrim. Hozirgi kunda shunaqa kompaniyalar borki, hujjatlarni chiqarmasdan turib sotuvni ochayotganlar bor. Ularni na hujjati, nega loyihasi tayyor emas deyapman. O'sha loyihasida uyga tannarxi kelib chiqadi. O'sha hamma narsa ko'rona bo'lib turib boshlanayotgan ayrim quruvchilar bor. Ertaga ular qurilishni boshlaydi, hisob-kitobni to'g'ri olib qo'ygan bo'ladi. Ertaga qurayotgan loyihasi birinchidan davlat standartiga javob bermay qoladi. Chunki bizani quruvchi bo'lsak, bizani tekshiradigan o'zini davlatni GASN degan organizatsiyasi bor. O'sha GASNdan oldin ekspertiza degan organizatsiya bor. Loyiha o'zi tasdiqlangandan keyin ekspertizadan o'tish kerak. Ekspertizada u yoqda kamchiliklari bo'ladi. O'ziga yarasha loyihachilar o'zida ham kam ko'zlari bor. O'sha loyihachilarni ekspertiza tekshirib beradi. Haqiqatda bular to'g'ri loyiha qildimi? Qatida kamchiliklari bor? Qatida nima muammosi bor? Talabga javob beradimi? Kommunikatsiyalarni nima qilgan? Pajanlik uchun nima ishlar qilingan? Ertaga epidemiologiya uchun ham nima ishlar qilingan? Hammasini ekspertiza o'zini ekspertizani ham ichida o'zini mutaxassislari bor. Pajanlik bo'yicha mutaxassisi, kerak bo'lsa hozirgi kunda nogironlik uchun ham mutaxassis qo'yib qo'yilgan. Yana suv uchun, kommunikatsiyalar uchun har bitta narsani mutaxassisi, binoni bardoshliligi bo'yicha mutaxassis bor. O'sha mutaxassislardan o'tgandan keyin u narsani ekspertizadan olib hujjatni keyin GASNga topshiriladi. GASN keyin uni registratsiya qilgandan keyin u qurilish
gazni nazoratiga o'tadi. Hmm. Oldin bitta prorabni o'zi bilan hamma narsa hal bo'lib ketardi. Hmm. Endi hozirgi kunda prorab bor, texnazor bor, gazim bor. Hmm. Prorabni o'zini ham texnazor, ham gazni nazorat qilib boradi. Undan tashqari siz ham nazorat qilib borasiz. Hmm. Nima demoqchiman bu bilan? Mustahkamligiga hozirgi kunda juda katta e'tibor berilyapti. Lekin gazni nazoratdan o'tmagan loyihalar hozirgi kunda sotilyapti, lekin vaqt soati kelib u juda katta muammolarga olib keladi. Chunki hozir 2025-yilda martdan shunaqa qonun kuchga kirdiki, noqonuniy gazni ro'yxatdan o'tmagan qurilishlarni buzib tashlashlik to'g'risida. Hmm. Sudga gazni zamechание berib turib chiqaradigan bo'lsa, u sud tartibida buzib tashlanadi. Hmm. Oldin bu narsa ko'z yumib kelingan bo'lsa, 60-70% ko'z yumishgan bo'lsa, hozirgi kunda bu narsa bu yoqda ko'rishyaptiki, bitta odam emas, ikkita odam emas, katta ko'pchilik insonlar yashayapti. Hmm. O'shaning uchun buni уже nazorat kuchaytirildi. Nazorat kuchaytirilgandan keyin bu sudlarga ham juda katta e'tiborlar berilyaptiki, bu narsani hozir nazorat qilinmaydigan bo'lsa, ertaga xuddi Turkiya va aytganingizdek, Turkiya kuni keladi. Yer qimirlagandan keyin necha foiz dom o'sha qurilishga dosh berishni hozirdan boshlanmasa, ertaga o'sha yerda bizning farzandlarimiz yashaydi. Yo sizni farzandingiz, yo meni farzandim yashaydi. 20 yil, 30 yildan keyin. Qanaqa uyligini hozirdan biz nazorat qilib bormasak, ertaga keyin kech bo'ladi. Xuddi shu tartibda boya sal chetlanib qoldim. Siz men anaqangizdan savolingizdan. Mana shu narsaga agar e'tibor berilmaydigan bo'lsa, uy olish kerak emas lekin. Uyni birinchi o'chirda o'sha olayotgan firmani yaxshilab o'rganib chiqish kerak. Qanaqa tomonlama o'rganish kerak desa, u firmani eski loyihalari to'g'risida baribir bitta so'rab surishtirish kerak. Bir. Ikkinchidan, shartnomani olgandan keyin shartnomani o'zini shartlari bor. O'sha shartlarni oldin borib turib riski to'lagin degan joyi yo'q. Bizning shartnomalarimizda 3 bank ish kuni deyilgan. Boshqalarida 5 kun, boshqalarida 7 kun berilgan vaqt. Shartnoma bilan yaxshilab tanishib, u yoqda force major degan joylari bor. O'sha force majorlar bilan yaxshilab tanishib, keyin o'sha quruvchi kompaniyani o'zini yaxshi tanishib, undan keyin uy olishni maslahat beraman. Lekin o'shanda ham iloji bo'lsa katlamani hatto qo'llangan bo'lishi kerak. Nimaga desangiz, bir xil joylarda u aholini oldida qo'llanadi. U aholini oldida qo'llangan narsa bu yoqda gazini ham bo'lsa, hamma hujjati bo'lsin, u yoqda aholi qarshilik qiladigan bo'lsa, u loyiha ham amalga oshmay qoladi. Shu masala ham hozir juda muammoli masala bo'lyapti. Hamda snos masalasi deyshadi. Snosga tushgan uylar deyshadi. Ko'p joylarda shunaqa nima deydi, mavzular ochiladi. O'zi snos masalasi qanaqa ko'riladi? Snosga tushgan uylar, misol uchun siz bitta proyekt qildingiz, bitta loyiha qildingizda, uni tasdiqlatganingizdan keyin u yoqda yashayotgan aholi bo'lsa, ular snosga tushgan bo'lsa, u davlatning standartidagi snosga tushadimi yoki tadbirkor bergan loyiha asosida snosga tushadimi? Hozirgi kunda 2025-yilda Toshkentning game plani tasdiqlandi. Game planda qayoqlarni buzish kerak? Qatlari biz bo'lmaydi umuman. Bu uchastkalarmi? Uchastkadagi qo'sin deyilyapti. Qismi joylari bor, qismi chegaralari bor. O'sha joylar uchastkaligidek qo'sin. Bir xil joylar bor, renovatsiya deyiladi yoki rekonstruksiya deyiladi. Renovatsiyalarda 4 qavatdan yuqori bo'lmagan loyihalashtiriladi. Rekonstruksiya deganda o'sha dom uchun ruxsat beriladi. Ya'ni o'sha oddiy uchastka hovli bo'ladigan bo'lsa, u yoqda renovatsiya bo'ladigan bo'lsa, yo rekonstruksiya bo'ladigan bo'lsa, u yoqni snosga olib buzib, u yoqga dom qurishga ruxsat beriladi. Shunaqa. U shaharsozlik normalari bor. Game plan asosida bu narsalar amalga oshiriladi. Chunki hozirgi kunda ham men uy sotayotgan uyim qanaqa o'zi? Qanaqa joylashgan?
shu renovatsiyadami, to'g'ri ketyaptimi, yo'qmi deb turib, hozir misol uchun bizani tosh game plan bor. Next degan mall bor. Next mall shunday yonida tosh game plandan so'rashsa ham bo'ladi. O'sha yerda xat bilan murojaat qilinsa, xat bilan javob olinadi. Qanaqa joyda yashayapman, nima qilsam bo'ladi, nima qilib bo'lmaydi. Keyingi planlarimni qanaqa rejalashtirsam bo'ladi. Shunaqa. Chunki tosh game planda u yoqda bizani kerak bo'lsa, o'sha Toshkentni game plan tasdiqlandi degani salkam 50 yil yo 100 yillik game planimiz tasdiqlandi. Endi to'g'ri, ayrim qismlarda noto'g'ri bo'lgan bo'lsa o'zgarishlar ketadi, ketmaydi emas. Lekin 80-90% shu asosda ish bo'ladi. Chunki bir xil joylar bor. Ko'cha tushish kerak bo'lgan qismlar bor. O'sha joylarga qurilishga ham ruxsat berilmaydi. Uyga kerak bo'lsa remont qilishga ham ruxsat berilmaydi. U joylar o'sha snos bo'lib, yo'l tushish kerak yoniga. Most tushish kerak bo'lgan qismlar bor. To'g'ri. Yana hozirgi kunda metroga mana katta e'tibor beryapmiz. Jamoat transportlariga. Chunki mashinalar ko'payib ketganiga jamoat transportlariga ham katta e'tibor beriladi deb turib, mana metrolarga o'sha e'tibor beryapmiz. Endi hozir Toshkentni halqa qilib turib, Toshkentning chetidan tramvay kirsin deyilyapti. O'zi standartlar bo'yicha tramvay ham kerak-da bizga. Tramvay olib tashlandi, endi yana qaytadan hozir qo'yilyapti tramvaylar. Bu narsa o'sha yerdagi xalq, o'sha yerdagi jamoatni transportini qulaylashtirish kerak. Qulaylashtirganimizdan keyin kamroq mashina yuriladigan bo'lsa, ekologiya ham buzilishi kamroq bo'ladi. Shunaqa. Lekin ekologiya buzilishiga ham katta ko'pchiliklar aytadi, quruvchilar aybdor deydi-yu. Quruvchilar ham to'g'ri, qisman aybdor emas. Lekin bu yoqda bitta quruvchining o'zida emas-da gap. Ana qasi ham bir qo'ldan chiqmayapti. Ikkinchisi ham bor, ikkinchi tomonni ham e'tiborga olish kerak. Mana shu quruvchilar aybdor deganingizda ko'pchilik mana aybni nimaga qo'yadi? Tabiatni bular yo'q qilyapti, daraxtlarni kesib o'rniga uy quryapti degan mavzuni ko'tarishadi. Bunga qanaqa qaraysiz? Endi daraxtni hozirgi kunda ekologiya qo'mitasidan ruxsat olinadi. Bitta daraxt hozirgi kunda agar kesiladigan bo'lsa, o'rniga kerak bo'lsa 100 ta tub kichkina novdali daraxtlar ekib berish kerak. Agar u daraxt уже yoshini yashab bo'lgan bo'lsa. Yo, u daraxt yana 50 yil, 30 yil yashaydi degan bo'lsa, u daraxtni o'zidek qilib, tagidan ko'chirib, boshqa joyga olib borib, uni 5 yil, 7 yil o'shanga qarab turish bo'yniga olinadi. Kafolati beriladi. Undan tashqari o'sha agar ko'chiriladigan bo'lsa, unga yonida yana 30 ta tub daraxt ekish kerak bo'ladi, kichkina daraxtlardan. Ularni ham katta bo'lguncha biz kafolat berishimiz kerak bo'ladi. Bu bizni bitta tomondan daraxtni yo'q qilayotganimiz, ikkinchi tomondan daraxt ekilyapti. Misol uchun, hozir yo'llarda qarab ketsangiz, o'sha ekayotgan firmalar bormi, ekayotgan mana shu daraxtlarni kesgan firmalar ekkan daraxtlarni ham o'sha yozib tablichka ham qilib qo'ygan. Chunki bu narsaga hozir kunda juda katta e'tibor berilyapti. Biz ham tabiatni asrashga harakat qilamiz. Loyihalarimizda daraxtlarga, tabiatga juda katta e'tibor beramiz. Endi 5 qo'l ham baravar emas. Shunaqa. Qurilish sohasini oladigan bo'lsak, mana hamma mavzularni o'zi gaplash bo'ldi hamda, lekin qurilishda komanda yig'ish qanaqa bo'ladi? Bu qanchalik muhim komanda yig'ish, ya'ni jamoa yig'ish? Qurilishda jamoasiz ishlab bo'lmaydi birinchidan. Chunki qurilishda quruvchilarning o'zini mutaxassisi bo'lishi kerak. Prorab davomimiz, texnazor davomimiz har birini o'zini mutaxassisi bo'lmaydigan bo'lsa, yoki sotuvda sotuvchilarning o'zini mutaxassisi kerak. Kerak bo'lsa reklama qilamiz-ku. Reklamachilar ham mutaxassis bo'lmasa bo'lmaydi. Chunki har bir narsani o'zini mutaxassisini ishlatmaydigan bo'lsangiz, o'sha yo'nalishingiz qiyinchilik bilan o'tayotgan bo'ladi. Uni qiyinchiligini o'sha quruvchi biladi.
uni to'g'irlashga harakat qiladi-ku, o'sha qatidadir o'zi xato qilayotganini bilmayotganlari ham bor, bilayotganlari ham bor. Mana ustalarni ham har xil bo'ladi do'st, prorab bo'lsangiz, ularning qo'lida baribir ustalar ishlaydi. Ko'pchiligi mana sertifikatli ustalar bo'lar ekan, ya'ni o'qigan, ya'ni ustachilikda ham o'qishni bitirgan, sertifikati bor. Sertifikatsiz ishchilar ham bo'ladi. Bularning qanaqa farqi bor ekan? Bilsangiz agar mana biza domda oddiy elektrikka ishlatilayotganda ham elektrikka o'zini mutaxassisi bor. Bir necha yil davomida ishlagan, shu sohada ishlab turib, o'sha sohani o'zida o'qishlari bor. O'qishlarda o'qigan, keyin o'qishlarida razryad degan narsa bor. Razryadlarni olganlari bo'ladi. Prorablarda ham bor, texnadzorlarda ham bor, elektriklarda ham bor, santexniklarda ham bor. Kerak bo'lsa, o'sha qora ishlarni qiladigan ustalarning o'zida ham bor. Chunki har bir narsani o'ziga yarasha foydali tomonlari bor. Qanaqa foydali? O'sha ish qilsang o'zingga ziyon yetmaydi degan joylari bor. Misol uchun elektrikli tok bilan ishlaydi. Agar bitta xato qiladigan bo'lsa, qo'pol qilib aytganda o'zini umrini nuqtasini qo'yib qo'yadi yo'q. Shunaqa. Ya'ni elektrikda bitta adashishga imkon bo'ladi deyiladi. Shunaqa. Elektrikda, sapyorda bitta xato qilish haqqi bo'ladi. O'sha ikkinchi marta bo'lmaydi ularda. Xuddi shunaqa santexniklarda ham razryad bo'ladi. Nimagaki o'sha berilgan planni o'qish kerak. O'sha berilgan sxemani o'qish kerak. Bitta 24 soat uni tepasida prorab yoki texnadzor tura olmaydi. Qo'liga ularga ham loyiha beriladi. Santexniklar loyihasi bo'ladi, elektriklar loyihasi bo'ladi. O'sha ustalarning ham loyihasi bo'ladi. Betonchilarning ham loyihasi bo'ladi. Armaturachilarning ham loyihasi bo'ladi. Har bitta sohani o'zining loyihasi bor. O'sha loyihasini o'qib, o'sha loyihasi asosida qurilish qilish kerak bo'ladi. Mana armaturachilar armaturasini olib tas-tuz kesib tashlaveradi. Lekin o'sha loyiha asosida qilyaptimi, yo'q, uni bilmaydi. Aka, uyi mustahkamligi haqida gaplashdik. Menimcha hamma mavzularga kirib chiqdik. Keling, mana shu ko'pchilik savol berayotgan qurilish kompaniyalariga, qurilish tashkilotlariga beriladigan eng ko'p savollarni sizga ham berib ko'rsam, o'sha xalq tomonidan berilayotgan savollarni sizga ham berib ko'rsam, sizning fikringizni bilsak. Misol uchun eng ko'p beriladigan savollardan bittasi 5 yil, 10 yildan beri uyga pul yig'aman, lekin narxlar yildan-yilga ko'tarilyapti. Hali beri men o'sha kerakli darajadagi pulni yig'ib bo'lmadim. Qachon olishim kerak? Hozirmi yoki pulni yig'ib bo'lganimdan keyin olaymi degan savol bor ekan. Bunga qanaqa fikrdasiz? Bunga iloji boricha tezroq uy olish kerak. Chunki stroy materiallarning ham narxi ko'tarilyapti. Kundan kunga talablar ham oshib boryapti. Narx-navolar ham, misol uchun uylar narxi tushyapti deyilyapti. Lekin agar negizini olib qarasa, uylar narxi asta-sekinlik bilan ko'tarilyapti. Agar bularni kesishmada olib qaraydigan bo'lsak, shaharning o'zida narx-navolar tashagan qismlari bor. Lekin sentrlarda ko'tarilib ketdi narx-navolar. Shunaqa. Agar viloyatlarni olib qaraydigan bo'lsak, viloyatlarda 3 million, 4 millionga uylar bor edi. Mana shu to'ringlarni kvadrat metri. Hozirgi kunda 3 million, 4 millionga uy yo'q o'sha. Eng arzoni 4,5-5 milliondan arzon bo'lmayapti hozirgi kunda. O'sha ham remontsiz uylar. Chunki kuchinglarni beton narxi nechi pul edi, g'isht narxi nechi pul edi, yoki armatura narxi nechi pul edi. Hozirgi kunda narx-navo nechi pul bor? Oddiy ish haqqisi nechi pul edi-yu, hozirgi kunda nechi pul? Yeb ichishda ham olib qaraydigan bo'lsangiz, bizda ham misol uchun ustalarning ovqatlari bor. Osh-ovqatiga ham e'tibor beramiz. Ustalarning osh-ovqatini narxi nechi pul edi-yu, shu to'ringlarni hozirgi kunda nechi pul bor? To'g'ri. Inflyatsiyaning hisobiga bu inson pul yig'adi-ku, yig'gan pulini ishoning eng kamida 12% qadrsizlanib ketaveradi. Eng kamida 12%. Agar undan ko'p bo'lmasa. O'shaning uchun men maslahat berardim.
yaxshi ishonchli quruvchi tashkilot topib, uni loyihasini, xat hujjatini tanishib turib, uy olganini maslahat beradi. Tushunarli. Yana bitta savollardan bittasi, yangi uylarda g'ishtmas ko'proq bloklar ishlatilyapti yokida sement o'zidan qurilayotgan uylar bor ekan. Bularning farqi nimada bo'ladi? Bularning farqichi hozirgi kunda g'isht yo'q emas, bor. Faqat yengillashtirilyapti. Bu bilan nima deyilyaptiki, konstruktiv jihatdan g'isht ishlatiladigan bo'lsa, imorat og'irlashib ketib qoladi. O'sha og'irini yengil qilish uchun gazobloklardan foydalanyapti. Mana chetdagi bitta narsa olib kirilgan narsa, mana shu 4 yil, 5 yildan beri ishlatilib ommalashayotgan narsadan bittasi gazoblok, polistiroblok. O'shalar hozirgi kunda domlaga juda ko'p ishlatilyapti, chunki u yengil. Yengil bo'lganligi uchun u yoqda o'shani yuk ko'tarish darajasi yengillashgandan keyin armaturani ham secheniyasi yuqorlashadi. Ikkinchidan, u gazobloklarni hozirgi kunda bizning iqlimimizga juda mo'tadil bo'lgani uchun, bizning iqlimga juda mos kelgani uchun o'shani uchun ham yana ko'proq ishlatilyapti. Issiqqa ham, sovuqqa ham chidamli bo'lgani uchun. Shovqinga ham chidamli bo'lgani uchun. Lekin gazoblok deganda, hammasi gazoblok bo'lib qolmaydi. Uni xuddi g'ishtga qiyos qilsak bo'ladi. Pishgan g'isht bor, xom g'isht bor. Xom g'ishtni hamma biladi, aytishim shart emas. Pishgan g'isht o'sha 1000 gradusda pishadi. Keyin u 3 kun pishishi kerak. 3 kundan keyin 1 kun ertasi kuni o'chirib, 3-kuni o'chiriladi. Ertasi kuni ochiladi. Ya'ni 1 sutka turishi kerak bo'ladi. O'zini issig'i bilan turib, sekin sovishi kerak bo'ladi. Xuddi shunaqa gazoblokka pishiriladi. Gazoblokka sexlarda chiqarilayotgani bor. Zavod chiqarayotgani bor. Zavod chiqarayotgani avtoklapiv gazoblok deyiladi. U ham pishganidan keyin u yengillashadi. Etayotgan o'zini normalariga keyin javob beradi. Tushunarli. O'shaning uchun ham shu narsaga hozirgi kunda o'tilyapti. Bu birinchidan imoratni narxi arzonlashishiga olib keladi. Ikkinchidan armatura secheniyalari yuqorlashadi. Uchinchidan issiq sovuqqa chidamliligi uchun. Demak, uni mustahkamligiga umuman ta'siri yo'q. Shunaqa. Mustahkamlasa mustahkamlaydi, lekin uni nima deydi, orqaga tortmaydi. Endi bu yerda yana hozir mustahkamligi to'g'risida gap ketdi. Mustahkamligi bo'yicha g'isht zo'r. Lekin shunaqa narsalar borki, bir xil devorlar borki, u yoqda asosiy yukni regel kolonna ko'taradi. U yoqda faqat to'ldiruvchi vazifasi uchun g'ishtdan ko'ra gazoblok zo'r. Tushunarli. Qayerdadir ishlatilsa, yuk g'ishtdan ko'tarish ko'ra foydali, ba'zi joylarda g'isht bilan bir xil o'rinni bosa oladi. Shunaqa. Tushunarli. Hop, keyingi savolni o'qiydigan bo'lsak, uyni naqd olgan yaxshimi yoki quruvchi bilan o'sha kelishilgan holatda qanaqadir shartnomalar asosida olgan yaxshimi? Endi sharoitga bog'liq bu narsa. Nimagaki, bir xil insonlarda puli bor. Puli bor inson naqdga olgani yaxshi. Lekin puli yo'q odam iloji boricha shunaqa firmalar borki, muddatli to'lovlar qilib berishyapti. Faqat ularning ichida ham muddatli to'lovga olman deb turib, foizi, peniyasi borliklari ham bor. U narsasi yo'lliklari ham bor. Iloji bo'lsa shunaqa qurilish tashkiloti topish kerakki, foiz peniyalarsiz kerak bo'lsa 1-2 oy kutishini, 1-2 oy misol uchun har xil insonda voqealar bo'ladi. Sharoiti bo'ladi. Kimlardir janoza bo'lib qoladi, kimlardir to'yi bo'lib qoladi. Yana qanaqadir ko'zda tutilmagan ishlar bo'lib qolganda, o'sha quruvchi tashkilot ham kutib berishi kerak. Chunki o'zida ham xuddi shu ish bo'lib turadi-da vaqti kelganda, vaqti bemahal. O'sha narsalarni olib o'qib chiqsa bitta berayotgan qanaqa takliflar beryapti quruvchi tashkilot. O'sha tashkilot berayotganlarni o'qib va aytayotgan shartlarim bo'lsa, olsa zo'r yutadi. Chunki yildan yilga uylar narxi oshganda inflyatsiyani hisobini o'ziga ham yutib qoladi. Tushunarli.
Yana bitta savolga o'tadigan bo'lsak, hovli uylarni zo'r deyishadi yashash uchun, komfort, hamma sharoit bor deyishadi. Endi bu joyda aholi ikkiga bo'linishi mumkin-da. Ba'zilar hovli uylarni ustun ko'radigan bo'lsa, ba'zilar menga shu nima deydi, dom, ko'p qavatli uylar menga ma'qulroq deydi. Nima farqi bor ikkalasida yashashi yoki komfortniy tarafini yokida ustunlik yokida nima deydi, zaif tarafini desa bo'ladimi? Agar siz menga o'zimni qo'yib bersangiz, menga uchastka yoqadi. Lekin agar meni ishimni olib qaraydigan bo'lsa, men uchun dom zo'rroq. Nimagaki uyda qo'pol qilib aytganda ijarachi bo'lib qolganman. Ertalab vohli ishga ketamiz, kechasi kech qaytib kelamiz. Shunaqa. Faqat uxlash uchungina uyga boramiz. Shunaqa. Ko'pchilikda shu ahvol bo'lsa, eng zo'ri ular uchun dom zo'r. Nimagaki qo'lini olgandan keyin qo'liga e'tibor berish kerak, mehr berish kerak. 1 yilda, 2 yilda bir marta ta'mirlab turish kerak. Shunaqa. Qo'lini chopib turish kerak bo'ladi. Begona o'tlardan tozalash kerak bo'ladi. Gullar ekish kerak, daraxtlaringiz bo'lsa, uni butalash kerak. Yozgi qishki butalash bor, uxlashdan oldin. Bahor paytida butalash bor. Shu narsalarni amalga oshirmasangiz, agar bu narsa sizni birinchidan qo'lingizdan kelmasa yoki mablag' tomonlama, bu tomonlama sharoitingiz bo'lmasa, eng zo'ri dom. Bo'lmasa uchastka bo'lsa, uchastka zo'r. Endi uchastkaga ham hammada ham imkon yetmaydi bu narsalarga. Misol uchun, agar men ota-onam alhamdulillah bor, hayotlar. Otam bo'lmaganlarida men bu uchastkaga qara olmasdim. To'g'ri. Shu otamni duolari, otamni shu mehrlari bilan yurdim biz. Bemalol. Xo'p, keyingi savolga o'tadigan bo'lsa, uylarning narxi yana tushishi mumkinmi yoki bundan buyog'iga ko'tariladimi? Bundan buyog'iga uylar narxi ko'tariladi. Chunki xabaringiz bor. 2020-yilda Buxoroda bitta dehqon fermer uy qurdi, dom qurdi. Domi lekin dumalab tushdi. Dumalagandan keyin bu juda katta reputatsiya, quruvchilar reputatsiyasiga juda katta ta'sir ko'rsatgandan keyin qurilishga bo'lgan e'tibor o'shandan keyin kuchaygan. Hozirgacha ham har yili kerak bo'lsa har 3 oyda yengilliklar qo'shib borilyapti. Kundan kun qiyinlashyaptiki, birinchidan osonlashmayapti. Ikkinchidan berilayotgan normalar ham o'sha shaharsozlik normasi, qurilish normalariga уже borgan sari katta e'tiborlar berilyapti. Liftlarida ham, солнечный panellarda ham, ekologik jihatdan ham, ekonomik jihatdan ham o'zini o'zi energiyani tejab qolish borasida ham bu ishlarga уже katta e'tibor berilgandan energiyamiz ham misol uchun boqiy emasda. Vaqt soati keladi, уже tugaydigan arafasi kelgani uchun o'sha bizdan keyin ham farzandli qolishni hisobini olib turib, ekonomik tomonlarni hisobga olib umumiylashtirilyapti-da. Bu har bitta aytilayotgan proseslarda pul turadi. Misol uchun agar olib qarasangiz 2019-yil bilan hozirgi kunni solishtiradigan bo'lsangiz, juda katta farq beryapti-da. Qurilishda farqi juda katta bo'lib qoldi. Moliyaviy tarafda. Moliyaviy tomondan ham, uni ichidagi strukturasi tomonidan ham, ichidagi ishlatilayotgan narsalardan ham. 2019-yilda oddiy misol gazni sho'chka qo'yilardi. Quruvchilar bo'ldi deydi. Unchalik e'tibor berilmasdi. Gaz analizator degan narsa bordi. Gaz chiqayotganda общийdan taqit o'chirib qo'yadigan narsa bor, gaz analizatori. Ya'ni uyda gazni hidi sezilsa yoki nima bo'ldi, общийdan taqit gazni o'chirib qo'yadi. Bir ikkita joylarda gaz portlagandan keyin bu narsalarni olib kelindi, gaz analizatorlar уже majburiy bo'lgan hozir kunda. Bu narsalar har bitta narsalar qo'yib borilyaptiki, xavfsizlik borasida. Ertaga portlaydigan bo'lsa, bitta siz uyingiz emas, qo'shni uyiga, kerak bo'lsa
yaxlit bitta dom uchun juda katta ziyoni bo'ladi. Hmm. Mana o'zimizda ham yaqinda 3-4 yil oldin Yakkasaroy bitta dom portladi. Hmm. O'sha dom hozirgi kunda avariyaviy holatga kelib qolgan. Shunaqa. Baribir ta'siri bor. Ta'siri bor. Ta'sirsiz iloji yo'q bu narsa. O'shaning uchun ham aytmoqchi bo'layotganim, qancha qo'shimcha narsalar qo'shilgan sari bu hamma narsa mablag'ga kelib taqaladi. Mablag' bu degani oshib boradi degani. Gazoblok ham misol uchun arzon narsa emas. Albatta unda ham beton ham hozirgi kunda уже qimmatlashib boryapti. Chunki bu narsalarni ham gazoblokka pishirish uchun hozirgi kunda gazdan foydalanadigan bo'lsa yoki sementni olish uchun ham gazdan foydalanadi, ko'mirdan foydalanadi. Bularda ham narx oshib boryapti. Chunki уже bu narsalar ham kundan kun qazib olish qiyinlashib boryapti. O'shani hisobiga. Tugallab ham boryapti adashmasam. Endi qachon tugaydi, uni o'zini statistikasi bor, o'zini hisob-kitoblari bor. U narsalarni misol uchun biz uchun qorong'u-ku, biz uchun hozir nima qilamiz degan nuqtai nazarga kelgan bo'lsak, ertaga shu bizdan keyin tabiiy boyliklarimiz qolsin deydigan bo'lsak, uni tejashni o'rganishimiz kerak. Shunaqa. Bu o'zimning savolim bu. O'zimga shaxsan qiziq bo'lgan savol. O'zi nechinchi qavatda yashash odam uchun komfort hisoblanadi и norma hisoblanadi? Bu bilasizmi, chet elga bormaganimda bu narsaga e'tibor bermagan ekanman. Chunki chet elda bilsangiz, baland etajlar qimmat hisoblanadi. Lekin bizda past etajlar qimmat hisoblanadi. Nimaga ekan ko'p hayron bo'lardim-da. Endi sekin-sekinlik bilan ko'ryapmiz, hozirgi kunda ham quruvchilar baland etajlar hozirgi kunda qimmat bo'lib qoldi. Chunki ekologiya borasida tepa etajda havo borligini, keyin oldin tepa etajlarga kommunikatsiyalarda muammo bo'lib turardi. Suv yaxshi chiqmasdi, gaz ham misol uchun yaxshi chiqmasdi yoki yaxshi sirkulyatsiyalari bo'lishi unaqa katta e'tibor berilmagan. Lekin hozir bu narsalarga juda katta e'tibor berilgani uchun nasoslar qo'yib, gazlarni, suvni, svetlarni hammasini hisobga to'g'ri olingandan keyin hozirgi kunda tepa etaj yashash qiziqroq bo'lib qoldi. Chunki tepa etajda havo bor, quyosh ham shunaqa mo'tadil tushadi-da, zo'r tushadi. Past etajlarda agar uylarni yaqin bo'lib qolgan bo'lsa, quyosh tushish почти qolmaydi. Chunki mana men Turkiyada yashaganimda ham ko'rdim. Past etajlar quyoshsiz o'tgani hisobiga uy mog'orlashib boshlaydi ekan. Tepa etajlarda doimiy quyosh tushib turgani uchun mog'orlamaydi. Yana bitta narsa borki, uyga 1 soat agar quyosh tushadigan bo'lsa, uy ichidagi 90% bakteriyalar o'lar ekan quyosh nuridan. O'shaning uchun ham tepa etajlar hozirgi kunda ekologiya jihatdan ham, quyosh jihatdan ham qolgan narsalar hozirgi kunda muammo bo'lmagani uchun tepa etajlarni maslahat beradi. Tushunarli, rahmat aka. Dilshod aka, ochiqchasiga gaplashganingizga, hamma savollarimizga chin dildan, yurakdan javob berganingiz uchun rahmat kattakon. Sizga ham rahmat. Xohlasa zo'r mavzular gaplashildi bu yoqda, odamlar uchun qiziqarli bo'lgan mavzular gaplashildi deb o'ylayman. Bu bizni birinchi podkastimiz hisoblanadi. Xudo xolisa davomiy bo'lsin. Siz bilan birgalikda 3-4 sonini olish nasib qilsin. Kuzatuvchilarimizdan ham so'rab qolamiz. Agarda savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyalarda shu qurilishga oid bo'lgan yoki o'zingizlarni qiynab kelayotgan savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol yozib qoldirsanglar, Dilshod akamga men o'zim yetkazaman. Undan tashqari keyingi sonlarimizda bu savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. Dilshod aka, endi sizga so'z bersak, oxirgi so'zingizni muxlislarimizga, bizni tomosha qilayotgan tomoshabinlarimizga yo'llasangiz, tilagingiz yoki qanaqadir ularga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotingiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol aytsangiz bo'ladi. Rahmat sizlarga. Men bu yoqqa chaqirganinglardan xursand bo'ldim. Endi hozirgi kunda ko'rib turibmiz, zamon rivojlanyapti. Bu yoqda qurilishlar ham avjida.
endi bizani kuzatib turgan insonlarga ham Xudo xohlasa uy olishda ham mana shuncha maslahat, shuncha tavsiyalar berdik. Agar qayerdadir kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, kaminadan bilishinglarni so'rayman. Agar yana bu qo'shimcha fikringlar bo'lsa yoki bu savolinglar bo'ladigan bo'lsa, bersanglar xursand bo'lamiz. Biz ham shu xalqqa ichida yuribmiz. Xalq uchun, xalqqa manfaat uchun yuribmiz. Chunki biz ham shu xalqqa bitta bo'lagimizda, o'zi tegini olib qaraganda. O'sha bitta bo'lagi bo'lganimiz uchun, o'sha bo'lakdan ajralmaslik uchun, o'sha xalqimiz uchun harakat qilib yuribmiz. Rahmat kattakon aka. Keyingi sonlarda ko'rishguncha Inshaalloh. kuzatuvchilarga ham rahmat deymiz. Vaqtinglarni ayamasdan bizni tomosha qilganinglar uchun vaqtinglarga rozi bo'lasizlar. Salomat bo'linglar.